Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston musulmon ahli do'stlar. Hozir asr namozidan chiqib ketaturdik. Yo'lda onaxonimiz nedik salom aytyapti O'zbekiston ahliga. Xorazmdan ekan. Borib kutib olaman dedi. Yig'ladingizmi ko'zlaringizdan? Yig'ladim ya, ishontirdim. Yedikka yanvarda boradi dedi. Yo'q, yedikka kutib olaman inshaalloh. Hamma narsa bo'ladi. Alloh yo'qsa bandalar hammasiga erishdi. Yaxshi o'ylar. Rahmat. Do'stlar, Bilol do'stim kelyapti. Kesin